Xo'p, 5 oylik bola hozir qabulimga keldi. Oyoq ochilishda cheklov bo'lgani uchun, tonusi ham kuchli bo'lgani uchun bolani rentgenga jo'natdim. Adalaridan gap eshitib, so'kish eshitib, baribir rentgenga oborishibdi. Xo'jayinlari rentgen qildirmaysan 5 oylik bolani deb urishibdilar. Rentgeni mana golovkasi yo'q. Qo'ymuch kosali yedirilgan, shentin liniyalida обрыв, qo'ymuch kosani krishasi yo'q, ya'ni xullas kuchli displaziya двухсторонний. Hozir buni oldini olmasa, keyin gips shinagacha borishadi. Chap tomonlama chala chiqish ham bor. Men lecheniyasini, masajini, elektroforez parafillarini yozib beraman, chunki sizlarda elektroforez parafillarga hech qanaqa противопоказания yo'q, sudurgiylar yo'q, cherepnoylar yo'q, gemangiomiylar yo'q. Ularni hammasini men yozib beraman, lekin baribir ortopedga borib, shina taqish kerak bo'lsa, ortoped aytadi. Umid Baxtsarov yoki Hasanxon Qilxonov Chirchiqqa shodga kelishadi. O'shanda ko'rsatasiz-da, hal qilasizlar. Chunki menga chala chiqish borligi ham, bu chala chiqish borligi ham keyinchalik полный вывихga chiqishga olib keladi. Головка umuman yo'qotsa 5 oydan oshyapti уже. 4 oydan boshlab головка o'sish kerak edi. Hatto bu nuqtada endi o'sibman degan joyi ham yo'q. Men lecheniyasini yozib beraman.